Dubayda men ko'rgan eng kam probegli CLS banan bor yo'g'i 56,000 kilometr masofa bosib o'tgan. Nafaqat probegi, hattoki kraskasi ham top-toza ekan. Interyerga keladigan bo'lsa, bundan keyingi idealning etapi faqat yangi mashina bo'ladi menimcha. Agar saloni men aytganimdagi haqiqatan idealni bo'ladigan bo'lsa, bu videoni mashinasini oq yuvib, oq taraydigan tanishiga jo'natib qo'yasizlar. Bu CLS ning bunaqa darajada idealni bo'lishining sababi esa avtomobil yaponskiy spetsifikatsiyada bo'ladi va markaziy konsolda esa AMG ning ifori keladi. Nafas oladigan opornilar va AMG CLS ning original diskasi. Eng qiziq va eng kulminatsion nuqta esa bor yo'g'i 100 ga 3.7-3.8 sekund atrofida chiqib beradigan 7 pog'onali uzatmalar qutisiga ega bo'lgan legendarniy M157 dvigateliga va abrazni 8 silindr 505 litrli двойной турбонод o'rnatilgan bo'ladi va u 557 ot kuchi 720 Nm taqdim qiladi. Narxi esa bor yo'g'i 38,000 AQSh dollari bo'ladi.